millimetr hajmdagi grijani yo'q qilaman deb oyog'ingizga emas, aynan o'sha grijaning tomiriga bolta uring. Bu borada sizga doktor Gafurov klinikasi yordam beradi. Bu yerda og'riqni og'riq bilan emas, deyarli sezdirmasdan davolab qo'yadigan eng so'nggi xorij texnologiyalari mavjud. Darvoqe, nafaqat disk churrasi, balki boshqa xastaliklarni ham. Bu apparatimiz yuqori intensiv vaznli terapiya hisoblanadi. Hozirgi paytdagi eng ommabop dunyo bo'yicha birinchi top o'rinda turadigan operatsiya bo'ladi. Bu vaznli terapiya apparatimizning xususiyatlari shundaki, grija sohasiga biz yoqqanimizda o'tda birinchi shamollashni, отекlarni, воспалительный protsesslarni sligmatib oladi, ya'ni ishlarni ketkazadi. Og'riq qoldiruvchi va grijani so'rdirish uchun biz qo'llaymiz. Undan tashqari juda yana ko'p xususiyatlari bor. Neurologik holatda ham juda ham qo'l kelgan apparat hisoblanadi. Bu apparatimiz udarniy volnoviy terapiya deyiladi. O'zbekchasiga zarbali to'lqinli terapiya. Bu apparatimizning funksiyasi bo'g'imlarda, oyoq yedish bo'raligi va muskuldagi triggerli tochkalarga spazmlarni tez bartaraf qiladi va og'riqsizlantiradigan apparat hisoblanadi. Bu SIS apparat deyiladi, ya'ni super induktiv sistem, yuqori intensivli magnitli terapiya hisoblanadi. Bu apparatimizning xususiyatlari og'riq qoldirishda, bo'g'imlarni vaskulit qilishda, ya'ni tiklashda, grijani so'rishda juda ham yaxshi yordam beradi. Hattoki buni funksiyalaridan bittasi oyoq singan bo'lsa, oyoq qo'l singan bo'lsa, agar o'tda temir qo'yilmagan bo'lsa, gips ustidan qo'ysa ham bitirib berish xususiyatiga ega. Bizdagi hamma apparatlarimiz Yevropada ishlab chiqarilgan BTL kompaniyasiga tegishli apparatlarni ishlatamiz. Davolash jarayonida hamma apparatlarimiz sifatli va og'riqsiz, побочный effektga ega emas, ya'ni zararsiz hisoblanadi. Bu apparat O'zbekistonda mavjud, lekin hammada kompleks bo'lmaganligi uchun hamma ham o'ziga kerakli holatda davolana olmaydi. Biz bu apparatni hammasini jamlab, bo'g'im kasalliklariga, umurtqa disk churrasi kasalliklari uchun hammasini kompleks yig'ganmiz. Bu kabi uskunalardan dunyoga mashhur futbolchilarni tezkor davolashda ham foydalanishadi. Bir dunyo og'riqlar bilan emas, dunyo tanlovi bilan og'riqlarsiz davolaning.